Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Haliple Tarihi namlı kitabında bugün Abbasilerin 14. sultanı halifesi El-Muhtedi Billah degan halifenin hayatı bilen tanışmışız. Bu adam Hicri 55. yılda Hicri 56. yılgacha, yani 1 yılga yetmegen ahval aslida hakimiyet etmişti ultağan. Özüne ait yaxşı halife bulup ismi Muhammed, kunyası Ebu İshaq yoki Ebu Abdullah desek mi buludu. Bu Vasıq'nınki balası buldu. Vasıq Mu'tasim'den Mu'tasim Harun Reşit'ninki. Harun Reşit'ninki peyne versemde. Onun ismi Didekem'de ismi Verde. Bu adam çoğun dadısı Mu'tasim'nin hilafet zamanında 217. yıllar etrafında tuğulgan. Bu adamның hem de hilafet beyiti ilingan vakit 255. yılı Recep idin ahırq mezgildir hem de. Bu adamga beyat ilingan vaqtida hech kim bunun beyatni qabul qilib olmadi. Bunun halife Mu'tez Billahni ekildirib Muhtedi o'rnidan turib Halife deb hem de bununla salam kıldı da aldı oturab yüklülüp degende. Keşi şahitler keltirilip hemmisi Mu'tez'in zeniga guvalık berişti. Bu hilafetin hüddüsüne çıkanmaydı deb. Hem özüm itiraf kıldı. Bu kolunu sozap Muhtedi Billah'a beyat kılgandan keyin andan töriga taxtga ilindi. Muhtedi Billah özüne ait çırayına ait nazuk. Anın buğday öň, özü çehri nurane, öz takva, ibadet göy, öz güçlük, adil adam. Hudanın buyurğun icra kılılgan, batur, şicaatlik. Ama onun hiç bir kolluğuçisi, onun hiç bir etrafında onu kollaydığı adamlar yok idi. Hatibul Baghdadi şundaq deydi. Halife bulup öldürülgen kadar rozdar idi bu deydi. Muhtedi Billah'nın zahidliği ve onun Ömer İbni Abdülaziz'e oxşı bilişi hakkında. Haşim İbni Kasım degen kişinin deyişçe Muhtedi Billah'nın huzurunda bir günü Ramazan'ın keşlerinde huzurunda bolğantım deydi. Hem de qaytay dep mangsam olturğun dedi. Olturup bizge namaz oqpadi. Andan tamak keltirishga chaqirdi da. Şu arlıqda hem de bir neçə xil taxsilerde tamak keltirildi de. Onun içinde takside mesela kiçik, nayet süzük, nayet nefis bir payçı burada namba. Yana o dostkanda bir kaçıda tuz ba, sirki ba. Hem may ba, su ba hem de. Şoda meni tamak yegen dedi. Men asla yeyişik başlaptım dedi. Yani bir tamak keltirildi o dep. Tamakның hem de beşi o bu adetki dep oylaptım dedi. Ben qarab roz tutmadın mı dedi. Çünkü ben yegende yalğandan azaz yegendim demekti. Oy tuttum dedim deydi. Yani roz tutkan yok mu senin dedi deydi. Depti. O kondak mı da bu musun Ramazan tutsa bu dedim deydi. Şu arlıqta yegen, toyğudak yegen. Bundan başka tamak yok dedi. Hayran kılıp sordum dedim ben. Nemiş kıyamıyoruz müminin? Allah Teala sizlere şundak nimetlerini toluq, kamil bayaşat turmuşunu ata qilgan tursa depti. Dep halife mundaq dedi. Ameliyatda ishlar sening degin oldimmi? Yaxshi. Lekin men o'ylab qoldim. Bani Umayyada Ömer ibn Abdülaziz bor dedi. U nihoyatda taqvo, zahid o'tgan demakchi-da. Sen bilsa u nihoyat zahid, o'rgul, oddiy sadda mushta turmushni beshidan o'tkazgan. Shuning uchun
Beni Haşim'e men jang e'lon qilib, sen qaragandek, ko'rgandek menmişda turmuş geçiriyotim, o'xshamaydigan şekilde. Yani Beni Haşim'e o'xshamaydigan turmuş tertip bilen meňewatim dep şundaq degan dedi. Bu adamın zahidligi. Muhtadi Billah'ın İmam Ahmed'ni hürmet qilishi, ta'zim qilishi yani. Cafer ibn Abdülvahid degan kishi deydi. Muhtadi bilen bir iş to'g'riliq muzokiralashib qolgandim. Onunla dedim, Ahmed ibn Hanbal bu meselede mundaq qarashdi edi. Lekin o burun qulağı o'xshamaydigan fikr qiladi dedim. Demakchi bo'lgan, yana sening ota bovlaringga o'xshamaydigan yo'l tutgan bu ishda demakchi. Muhtadi Billah dedi ki, Allah İmam Ahmed'e rahmet qilsin. Azbiray Xudo, agar men dadamdan kechishga to'g'ri kelsin, albatta dadamdan kechgan bo'lardim. O dedi bana, xalifa. Sen haqni so'zla, haqni da davomliq. Bir odamning haqni so'zlishi mening ko'zimda bu adam shunda nurona sharaflik ko'rinadi ko'zimga degan. Endi haqni deyish, haqni so'zlash bu bak akishga insondagi bak mardlikni talab qiladigan ish. Endi nomard insonlar haqni deyolmaydi. Endi qo'rqinchoqlikdan ba'zi bir siyosiy zulmlar tufaylidan uning yo'l bilak bu vaqtda deyilmagan bo'lsa normal holatda. Ammo normal holatda mesela bunun zulm bo'lmaydigan, kuch yetadigan ahvol ostida turib, haqni demaslik, haqdan o'zini ep qichish, haqdan ko'z yumulish yoki boshqalar nohaqchilikqa uchrayotgan vaqtida uningdan tomosha ko'rib, uningdan qalbida huzur his qilish bu bak pastlik, bak nomard insonlarning ishi. Endi Muhtadi Billah'ning salih yaxshi xislatlaridan İmam Niftaviy mundaq deydi. Bana ba'zi Haşimiylar, yani Haşim cemaatidagilar so'zlab berib mundaq degan. Muhtadi Billah'ning yo'g'on bir lonqisi bor ekanda. Uningda sanduq, lonqqa o'xshaydigan kiyim soldigan barvayt sanduqni zibizini saqlaydigan cho'ng, jabduq saqlaydigan cho'ng sanduq yo'q. Uningda bir ton, bir kiyim bor ekanda, uni kechida kiyib namoz o'qiydi ekan. Bu odam hatto shu turli ko'ngil ochadigan narsalarni tashlagan, naqshi muzikani harom qilib cheklagan odam. Hatto bu sultanninki mush atrofidagi yaqin yo'riqlarini zulm qilishdan bu odam cheklagan odam. Orduning mush arxiv ishlariga nisbatan qattiq qo'l boshqaradi. Ekspert asosida qilib temaydiganda shu berildigan daromad taqatga vaqtida. O'zi o'tirib bevosita yazg'uvchilar oldida shuna o'tirib, ular hisob kitob qilishadi deydi. O'zi boshqarib qiladi ekan. Har dushanba, payshanba kunlari shu o'tirib qiladi, mushtaq. Sal qaramaydi bu ishlarga deydi. Bir turkum katavashlarni urgan bu odam. Jazolagan. Ja'far ibn Mahmud Bag'dodga surgun qilgan. Buning bu makonini, buning bu ijtimoiy o'rnini bu odam yoqtirmagan. Chunki bu amaldalar shu masalan ayni vaqtdagi xalifalarni changilig'i ilib olgan nopozliq vazir, vuziralarninki odamlar bo'ldimda. Haqqi zulm qiladigan zolimlar. Chunki o Ja'far ibn Mahmud o'zi Rafizi odam edi. Rafizi degan Abu Bakr, Osman, Hazrat Umar qatorli xalifalarni tillaydigan, Hazrat Oshani tillaydigan badbaxtlar. Endi Musa Bug'a bilan Salih ibn Vasif ikkilisi Turkiya qavmlaridan, Turk qo'mondonlar. Bularning fitnasi deydi. Musa ibn Bug'a Raydin keldi-de,
Bağdat'a hem de Samarraga Salih ibn Vesib'ni öldürüş için dedi. Çünkü Salih ibn Vesib Muattez Billah'ın mal mülkini bulap onusundaki mallarını Muattez Billah'ını öldürgende bunu nurgun koşun bilen geldi şu arlıkta. Rey bugünkü Tehran umum halik şu vaqtida Salih ibn Vesib'ga vaqir demdi. O bir evin Musa geldi bana. Şunla Musa ibn Buğa Muhtadi Billah'ın huzuru kiriş için ruhsat sorudu. Saraydan aldı da ordudan aldı demdi. Lekin Muhtadi Billah ruhsat qilmadi. Men birdan bir siyosiy jihatdagi xatoligi Muhtadi Billah'ın mushu. Şunun bilan bu etrafdagi adamlar bilan şu Darul Adl yani hüküm pichadigan, hüküm yurgizadigan sarayda orduda o'ltirgan edi şu arlıqda deydi. Şunun bilan bu Musa ibn Buğa o'zining askarlari bilan buning ustiga hujum qilib bostirib kirib buni ojiz bir otning ustiga mindirib bilan qasrni bulab Najur deydigan bir ho'yliga sarayga solab qo'ydi buni. Shuning bilan xalifa deydi: "Ey Musa, qo'rqa, Allohdan qo'rq. Sen nima xohlaysan? Nima qilmoqchisan?" dedi. Bu Türk kumandan Musa dedi ki Allah'ın namıyla qasam biz faqat yaxshilikni o'ylaymiz. Sen qasam qil. Salih ibn Vesibga yon bosmayman deb qasam qilsa, deganki ma'qul deb qasam qilib, shuni bilan bu Musa o'zining adamlari bilan birga bu xalifaga bayat qildi. Anda Salihni izlashga boshladi ular dedi. Salihniki o'zining qilmishlari bor emasmi? Shu qilmishlariga endi bular jazo turg'izmoqchi. Buni bu yerda e'tirof qildirmoqchi endi. Lekin bu yoshirinib oldi. Endi Muhtadi Billah bularni sulh chaqirgan bo'lsa-mu, bu sulh bo'lmadi. Shuning bilan Musa tarafdori Muhtadi Billahni cho'qim buning o'rnini biladi-ku deb ayblab, bu vaqtda nurg'un gap so'zi bo'lib, buni hamda xilofatdan ilib tashlayli deb shuning bilan buningga ta'dislashib boshladi. Muhtadi Billah atis qilichini ko'tarib chiqib mundaq dedi. Sizlarning deyishayotgan gapinglarni angladim. Burunqi Musta'in, Mu'taz qatorliq xalifalarga men o'xshamayman. Azbiroy Xudo, men sizlarning qishinglig'a kepinimni kiyib chiqdim. Vasiyatimni topshirib qo'yib chiqdim. Mana ma qilichim. Bu qilichning dastasi qo'limda bo'ladi ekan, qandig'in kelsang chanayman. Sen nimalarda din, diyonat, hayo, insof, qo'rqish degan narsa yo'qmi? Xalifalarga nimish bunchalar qarshi chiqsan? Allah'a nimish bunchalar sening jur'ating yo'g'on sen nimalarni? Men Salihning ishini bilmayman degandiki bo'libdi deb buning so'zidan mamnun bo'lib tarqab ketishdi. Musa shuni bilan jakolab, kim Salihning kallasini ilib kelalsa 10 ming dinar. Hech kim buni tutolmadi. Sonra bir kunsi ba'zi bir qullar bir ko'chiq kiribdi-da, ushaq bollamdi. Ba'zi qul degandek. Naytbek issiq vaqtida bir ishga o'choq bir darvoza ko'rib qopdi-da, ishga kirib qarasa, shu dahlizni shuni qop-qorong'i dahliz endi ichida minib qarasa, Salih uxlab qolgan. To'nib, unaqa hech kim yo'q ekanda hamda. Musoning qashiga kelib bu qullar javob deb qo'yapti. Şöyle bir böyle kişilerin evet bunu tutup kalısın. Kesip sazayı kıldırıp şehirde. Şuna kılın. Ama Muhtadi Billah işçidine ait. Qattiq azaplangan bu işte. Çünkü yani Salih köp yülençiki bo'lgan bu adamniki. Endi Muhtadi Billah'ning o'ltirilishi va bu voqeaning tafsilotida Musa bayatonga Türk qo'mondan, yani bir bakbak deydigan bir Türk kumandan var. Bu'la Musavirning
qo'g'lab Sin degan rayonga bordi. Musavvir ayni vaqtida o'sha Abbosiylarga qarshi chiqqan bir to'polon hisoblanadi. Sin degan shu vaqtdagi bir o'rin, balkim bu Diyarbakir, Diyar Rabia degan o'rinlar bor. Shu yerga to'g'ri kelsa kerak. Shunlar Muhtadi billah Bakbakka xat yozibdi-da. Musa bilan Muflihni o'ltagan. Bularmi hamda ayni vaqtdagi turk qo'mondonlarining biri. Ya o ikkisini tutqin deb. Bu ikkisi orasida ziddiyat sanmoqchi, ziddiyatdan foydalanmoqchi bo'ladi Muhtadi billah. Lekin bu Muhtadi billahga ziyon ilib keldi. Agar sen bunu tuta alırsan, o'ltirarsan, bütün Türklerge sen baş bo'lasan deb xat yozibdi-da. Biroq bak bu xatni Musaga ko'rsatib qo'ygandan keyin mundaq debdi. Buningda men xushal emas. Buning maqsadi bir-birimizni birimizga sanmoqchi bo'layotdi deb bak Musaga dedi-da bu gapni. Degandan keyin Muhtadi billahni o'ltirishga hammasi ittifoqlashib, endi Musavvirning qishig'i bormay, bularni o'rdiga qarab maqdabdi. Lekin Muhtadi billahni qo'g'dab, Mag'ribliklar, Farg'onliklar, Ashrosniliklar bular hammasi shundoq kuch chiqarib qo'g'dab urush qilgan bo'lsa-mo, Ashrosni deganmi shu turk millarining biri. Ko'plari turklar bu askarlar. Bir kunda turklarda 4000 turk o'ldirildi shu vaqtda. Urush uzun mezgil davomlashib ketdi. Oxir bo'lanmay Xalifaning qo'shini chekinishga majbur bo'ldi. Bu odam tutilib qoldi hamda. Bu shu Musa bilan Bakbak bu Xalifaninki shu tashiqini siqib o'ttiribdi-da. Mana bu 256-yilda Rajab oyida yuz bergan voqea. Yani 1 yil hokimiyat beshida o'ltiradi bichara. Bu odamning hamda hokimiyat vaqti 15 kun kam 1 yil edi. Turklar bu ishni qilgandan keyin hamda bu o'ltirgandan keyin avam xalq qo'zg'olib xat yozib masjidga tashlab qo'ydi. Bu xatning mazmuni mundaq: ey musulmonlar jamoasi, bu adil xalifanliga duo qilinglar. Bu Ömer ibn Abdul Azizga o'xshaydigan, hammalarning xushalligini qo'zg'agan bir xalifa bo'lib, Alloh taolo o'zining buning dushmani ustidan g'olib qilsin deb shu vaqtida masjidlarda tashviqot varaqchisi tarqalgan dedi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.